San'atkorlar to'yda xizmat qilishdan oladigan daromadi uchun yangicha tartibda soliq to'lashga o'tishi mumkin. Adliya vazirligi shu haqdagi prezident qarori loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Unga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab san'atkorlar xizmat haqqi evaziga to'y yoki boshqa tadbirga borganda buni soliq ilovasiga kiritishi taklif etilmoqda. Artistlar ilovaga to'y qayerda bo'lib o'tgani va qancha xizmat haqqi olgani haqidagi ma'lumotlarni kiritadi. Shundan keyin belgilangan stavkalarga muvofiq daromad solig'i to'laydi. Soliq miqdori san'atkorning reytingi va tadbirning joyiga bog'liq. Eng qimmat stavkalar Toshkent shahrida, eng arzoni esa tuman markazlari va qishloq joylarida amal qiladi. Masalan, eng yuqori reytingga ega san'atkor Toshkent shahridagi har bir to'y uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobar, ya'ni 1,236,000 so'm soliq to'lash ilgari surilmoqda. Bunda u qancha xizmat haqqi olgani muhim emas. To'yga $500 ga boradimi yoki $5000 ga boradimi? Farqi yo'q. Taxminan $100 soliq to'lanadi. Soliq summasi olingan daromad hajmiga bog'liq bo'ladigan tartib esa 2029-yil 1-yanvardan boshlab kuchga kirishi mumkin. O'sha paytga borib, to'y xizmatlari uchun faqat naqdsiz to'lovni joriy etish ham ko'zda tutilyapti. Qaror loyihasiga ko'ra, joriy yilning 1-sentyabrdan yangi tartib kuchga kirgan taqdirda jamoatchilik nazorati ham yo'lga qo'yiladi. San'atkor qaysidir to'y uchun soliq to'lamagani haqida xabar bergan odamlar jarimaning 20% miqdorida mukofot oladi. Jarima miqdorini esa kamida 8 million so'm deb belgilash taklif etilyapti.